Assalomu alaykum. Keling aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom uka. Yaxshimisiz? Rahmat. Boshligingiz bormi? Shaydana chaqiraymi? Chaqirib yuboring. Xo'p. Boshliq pastasi so'rashyapti. Xo'p. Uzr aka. Ya ko'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Buni olguncha sen bir oy ishlaysan. Uzr aka. Tushunyapsanmi? Xo'p. Mana buni qara. Kechirasiz. Uka, 1 minutga. Habba aka. Hozirgi holatni ko'rdim. Ozgina tushunmovchilik bo'ldi. Ukam sal erkaroq. O'zim gaplashibman. Ukam nomdan uzraman. Xo'p aka, mayli. Rahmat. Uka, chiqing pastga. Bu qanaqa holat hozir? Men tushunmadim. Aka, ko'rmaysizmi? Bilasiz, bunaqa pul umrida ko'rganmi yo'qmi? Sen nima ota-onamiz puliga maktab kibrlanib ketadigan bo'lib qoldi. Ota-onamiz bizga shunaqa tarbiya berganmi, uka? Biz axir oddiy insonlar farzandi bo'lib katta bo'ldik, uka. Boshing osmonda bo'lsa ham, oyog'ing doim yerda bo'lsin. Xo'pmi, uka? Qaytib bunaqa ishni qilmagin.